Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan 7 etajli domning birinchi etaj qismida joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, realni ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Pastda bolalar maydonchalari mavjud. Katta yo'lning birinchi liniyasida joylashgan domimiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib, xarid qilishliklaring mumkin. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Sizlarga qisqacha videoni boshladik. Bu podest qismimiz, liftimiz mavjud. Liftning oldida o'ng qo'l tarafdagi kvartiramiz. Bu kirish qismi. Kirganimizda bu joyda holimiz mavjud. Kirganimizda ro'parada umumiy bu joyda sanuzelimiz mavjud. Umumiy sanuzel. Albatta narx navosiga keladigan bo'lsak, 11 ming dollar narx aytishyapti. Kelishiladigan holati bor. Bu joyda kattalar yotoqxonasi mavjud. Jami qolgan kreditlari 200 million so'm kredit qolgan. 3 million 200 ming so'mdan oylik to'lov chiqyapti. Albatta maklerlik xizmati olinadi. Bu kattalar yotoqxonasidan chiqqanimizda buni oldida bitta xonamiz va oshxonamiz mavjud. Bu joyda bitta xonamiz. Bu joyda esa oshxonamiz mavjud. O'zi asli bu joy to'silib, oshxona отдельный bo'lish kerak edi, lekin bu joyni ochib, katta o'tirishlik uchun kattaroq joy qilib qo'yishgan. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.